Lug'atlarni qanday qilib oson va uzoqroq eslab qolaman? Ko'p odamlar yangi inglizcha so'zlarni o'rganadi, lekin bir necha kun yoki bir hafta o'tib ularni unutib qo'yadi. Siz ham shunday holatni boshdan kechirgan bo'lishingiz mumkin. Yangi so'zlarni yozib olasiz, yodlaysiz, hatto 1-2 marta ishlatasiz ham, lekin oradan vaqt o'tib, o'sha so'zlar xotiradan chiqib ketadi. Natijada yana boshidan o'rganishga to'g'ri keladi. Aslida muammo sizning xotirangizda emas, muammo to'g'ri tizim yo'qligida. Inson miyasi shunday ishlaydiki, agar ma'lumotni ma'lum vaqtlarda takrorlamasangiz, u asta-sekin unutiladi. Shuning uchun yangi so'zlarni uzoq vaqt eslab qolish uchun oddiy, lekin samarali tizimdan foydalanish kerak. Keling, shu tizimni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Aytgancha, oramizda ingliz tilini endi o'rganmoqchi bo'lganlar bo'lsa, unda sizga bir samimiy tavsiyam bor. Hozir ko'rayotgan videongiz bilimingizni boyitish uchun ajoyib bir qo'shimcha manba. Biroq qisqa vaqt ichida aniq maqsadga yetish uchun sizga albatta kuchli ustoz va tizim kerak. Xo'p, aynan Oskar o'quv markazida siz izlagan natijaga asoslangan sifatli ta'lim va tajribali ustozlar jamlangan. Qiziqgan bo'lsangiz, hozirroq videomizni tavsif qismiga o'ting. U yerdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, o'z darajangizni, tilni qancha vaqt va qanday usulda o'rganishingiz bo'yicha mutaxassislarimizdan bepul batafsil ma'lumot oling. Biz sizni kutib qolamiz. Xo'p, ana endi asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak. Birinchi qadam. Yangi so'zni kontekst bilan o'rganing. Ko'pchilik faqat so'zning tarjimasini yodlaydi. Masalan, apple, olma. Bu usul juda samarali emas, chunki miya alohida so'zlarni eslab qolishga qiynaladi. Lekin agar siz so'zni gap ichida o'rgansangiz, uni eslab qolish ancha oson bo'ladi. Misol uchun, I eat an apple every day. Bu yerda siz nafaqat apple so'zini, balki uning qanday ishlatilinishini ham o'rganasiz. Miya esa ma'lumotni hikoya yoki kontekst orqali ancha yaxshi eslab qoladi. Shuning uchun har bir yangi so'zni imkon qadar gap bilan o'rganishga harakat qiling. Ikkinchi qadam. 24 soat ichida takrorlang. Bu juda muhim qadam. Tadqiqotlarga ko'ra, agar siz yangi o'rgangan ma'lumotni 24 soat ichida takrorlamasangiz, uning katta qismi unutiladi. Shuning uchun yangi so'zlarni o'rganganingizdan keyin albatta ertasi kuni yana bir marta ko'rib chiqing. Bu ko'p vaqt olmaydi, hatto 5 daqiqa ham yetarli bo'lishi mumkin. Muhimi, miyaga bu ma'lumot muhim degan signalni berishimiz kerak. 3-qadam. 3 kun, 7 kun va bir haftadan keyin yana takrorlang. Xotirani mustahkamlash uchun takrorlash oralig'i juda muhim. Agar siz so'zni faqat bir marta o'rgansangiz, u tez unutiladi. Lekin ma'lum vaqt oralig'ida takrorlasangiz, u asta-sekin uzoq muddatli xotiraga o'tadi. Shuning uchun yangi so'zlarni 3 kundan keyin, 7 kundan keyin va yana bir necha hafta o'tgach yana takrorlab chiqing. Bu usul spaced repetition, ya'ni oraliqli takrorlash deb ataladi. Va u xotira uchun juda samarali hisoblanadi. 4-qadam. So'zni ishlating. Bu eng muhim bosqichlardan biri. Agar siz so'zni faqat o'qib yoki yodlab qo'ysangiz, u passiv lug'atda qoladi. Ya'ni siz uni ko'rsangiz tushunasiz, lekin gapirishda ishlata olmaysiz. Shuning uchun har bir yangi so'z bilan kichik gap tuzishga harakat qiling. Masalan, kundalik hayotingiz haqida gapiring yoki kim bilandir ingliz tilida suhbatlashganda o'sha so'zni ishlating. Masalan, I bought 2 apples today. I like apple juice. Shu tarzda so'z asta-sekin sizning aktiv lug'atingizga o'ta boshlaydi. Agar siz shu oddiy tizimdan muntazam foydalansangiz, yangi so'zlarni nafaqat tez o'rganasiz, balki ularni uzoq vaqt eslab ham qolasiz. Eng muhimi, bu jarayonni doimiy qilish. Shuni yodda tuting, til o'rganishda eng katta farqni tizim yaratadi. Agar siz tartibli ravishda o'rganib, takrorlab va ishlatib borsangiz, vaqt o'tishi bilan lug'atingiz juda tez kengayadi.